hozir biydak ham narxi ancha ko'tarilib ketgan, o'zingiz bilasizlar. Moldan endi juda ko'p isirgarchilar yillik foizini yapti, yillik foizi qolib boryapti, to'g'rimi? Bundan men mana shu biydagi moldan isirgarchilik chiqmaslik uchun qadrli chorvador akalar, ukalar, Alitemir drabilkamizni Xokak Cityga olib keldik, ya'ni Parsiz mahallasiga olib keldik. Mana shu drabilkamizni tavsiya qilaman. 800 sitkalari bor qadrli yurtdoshlar. Sitkadan bir o'tkazib olsa, kunjarada o'shoq somonni melki qilib chiqarib beradi. 6 dona molotogi bor kompligida. O'zimizning 220 voltga abishnikda ishlaydi. 3 kilovatdan tortib 6,5 kilovatgacha motori bor jigalarimiz. 4 kilovat, 3 kilovat, 5 kilovat, 6,5 kilovat hammasidan bor. Mana shu sitkasidan biyda kelib chiqaramiz jigalarimiz. 18 ta pichoq, 6 dona molotogi bor. Hashablik Makkayi. Xo'p, ana endi Hoji bobo ko'ramiz uni. Baho bering qan. Mana do'stlar, o'moq qildilar mana. Cho'p natija esa qolmadi, to'g'rimi? Mana biydak bilan oralashtirdik, ko'p mana. Mana biydak saman kelib chiqarayotgan setkasi bilan biz So'taliq Makkani poyasini chiqardik, qatta narsani. Aslida mana bu bilan chiqarishga So'taliq Makkani poyasini biz mayda bilan chiqardik, mayda o'z chiqsin deb. Xo'p, hozir mana bug'doyda setkasini qo'yib ko'ramiz va bug'doyda kiba qilib olamiz. O'zingiz baho berasizlar. Bu tomondan qo'yiladi mana. Qo'yilishi ham oson. Buni ko'ryapsizlarmi? Mana. Tamom, mana. Yonboshdan qo'yasizlar setkani. Mana. O'zini shuni ochasizlar, chibra bug'doy. Yo'q qilsam yopiladi. Hozirdan chiqarasizlar. Ko'rganlarda appa qilib qoldi, unday bo'lib, buni da kiba qilib chiqarib berdi. Mana, yaqinroq olibdi. Mana 100% bozorga kiba qilib chiqarib berdi mana. Bemalol muzga chiqib berasiz. Bundan tashqari mana shu ko'rib turgan drabilka, chotir, pechka, hamma narsa bor, ko'ryapsizlar. Mana bu pechkalardan bor. Promax pechka, O'zbekiston ekonom pechkalaridan bor, Lubay nomid. Rezin bor, molni to'g'ri biqa bo'g'ayotgan ko'klarimiz 100 tonna qadar ko'tara og'irdi. Mana basseyn bor. Basseyn so'raganlarga mazza qilib bolalar cho'mlab 1 yashadan 100 yashaga qadar cho'milsa bo'ladi. Talabga 100% javob bergan basseyn, birinchi sort. Mana pechka bor, O'zbekiston pechka, uy bo'lib, bane bo'lib, ko'mirga ham, o'tinga ham bo'ladi. Mana pechka zo'r pechka. To'kurni sanoqda kesilgan qoliplari. Assalomu alaykum qadrli chorvador akalar, ukalar. Mana bugun biz Alitemir drabilkamizni Xokak Cityga olib keldik, ya'ni Parsiz mahallasiga olib keldik jigalarimiz. Darnoqay isharati jamoat hududidan qolmadi, DXY Parsiz mahallasiga olib keldik. Kimki ushbu videomizni kuzatgan bo'lsa jigalarimiz, mana Alitemir drabilkamiz jigalarimiz palatkasi bilan olib keldik. Parama palatka ichigacha chong'mayda havli jigalarimiz. Ajoyib mana jigalarimiz drabilkamiz. Yonboshga tutgan varianti bor jigalarimiz. Keling operator. Bu drabilkamizning nomi chempion deb nomlangan, Alitemir drabilka chempion deb nomlangan. Yonboshga ham yotadi jigalarimiz. Bemalol yonbosh qo'yib tashlab ishlasangiz bo'ladi. Hashaklik bunga So'taliq Makkani poyasimi, biydagi somonga jejonga kelib hammasini chiqaradigan, uni tashqari bug'doyda kiba qilib chiqarib beradi. Jigalarimiz bu yerda ko'ryapsiz, buni hashaklik Makka emas, bu So'taliq Makkani poyasi qadrlaydi. Buncha cho'plar. Mol buni hayotda jeb qo'ya olmaydi, o'zingiz bilasizlar. Lekin mana shu drabilkadan shu taylab chiqarib olsalar, o'shoq somonni melki qilib chiqarib beradigan, moldan bitta cho'p isirib chiqmaydi. Uni tashqari jigalarimiz hozir biydagi ham narxi ancha ko'tarilib ketgan, o'zingiz bilasizlar. Moldan endi juda ko'p isiribgarchilar yillik foizini yapti, yillik foizi qolib boryapti, to'g'rimi? Bundan men mana shu biydagi moldan isiribgarchilik chiqmaslik uchun mana shu drabilkamizni tavsiya qilaman. 800 sitkalari bor qadrli yurtdoshlar. Sitkadan bir o'tkazib olsa, kunjarada o'shoq somonni melki qilib chiqarib beradi. Moldan bitta cho'p isiribgarchilik chiqmaydi. O'zimizning qishloq sharoitiga mol boqayotgan, qo'y boqayotgan akalarimiz, ukalarimiz juda foydasi katta. Bitta olib qo'ysalar, bari bitta oilaga bitta kerak bo'ladi jigalarimiz. Uylaringizni olib borib, sanab qo'yib, ishlatib berib kelaman jigalarimiz. Kompligida 18 ta pichoq bor, 6 dona molotogi bor jigalarimiz. Hammasini tushuntiraman mana. Yaqin ekan operator. Birinchi qo'lliq tomonlari jigalarimiz yonbosh qilib ishlatadi. Yonbosh qilib ishlatgan varianti bor mana. Shuni tashlayverasizlar, nima yoki bo'lsa jigalarimiz. Keyin mana buchkasi olinadi. Mana ko'ryapsiz, mana buchkani opposan olasiz mana. Qarang. Jigalarimiz mana qarang. Mana. Keling operator yaqin ekan. Mana 6 dona molotogi bor kompligida. O'zimizning 220 voltga abishnikda ishlaydi. 3 kilovatdan tortib 6,5 kilovatgacha motori bor jigalarimiz. 4 kilovat, 3 kilovat, 5 kilovat, 6,5 kilovat hammasidan bor. Mana shu setkasidan biyda kelib chiqaramiz jigalarimiz.
18 ta pichoq, 6 dona molotovga bor jigarlarimiz. Sifati zo'nasi mana bu o'rtasi 0.8 cm qalin jigar. Bu 0.8 cm qalin. Qo'lni rezin qo'ygan qo'yasiz chong chimashlik uchun. Qaramay mana ichiga jim chiqadi jigarlarimiz. Hozir o'zingiz ko'rasizlar, mana ajoyib os-posa mana sirka qo'yishlari ham qadrli o'tishlar. Kimga kerak bo'lsa, bemalol mojda chiqingizlar, biz yetkazib beramiz qadrli o'tishlar. Shartuz qabulda 5 kun bo'ylab hammani uyiga yetkazib beramiz. Ro'yxatga chiqsangiz bo'ldi. Mana ko'ryapsiz, ajoyib mana. Drablkamiz. Hozir mana jigarimiz buyda kelib, hashaklik makkalar hammasini chiqarib ko'rsam, videomizni kuzatib borishda davom etingizlar. Bug'doyni ham kiba qilib beradi jigarimiz. Makka sultoni donini ham, o'zini ham jormog'i molga chiqarib beradi. Unda ketdik. O'zimizning A5 ni 220 voltga ishlaydi mana. Bak. Xo'p, do'stlar, mana endi ko'rayotgan chiqarib bo'ldik. Qanday chiqibdi? Ko'ringan hoji bu qanday? Zamoqli ko'ryapsiz, opposan palatkasi. Zo'r bo'libdi-da, mayda qilib mana. Molla. Ha. Mana jigarlarimiz buyda kelib ko'ryapsizlar, ajoyib chiqargan mana. Qo'y uchun, mayda mol uchun, katta mol uchun вообще zo'r tankiret. Kimga kerak bo'lsa, mana zamoqlari ham opposan palatkani. Mana üstini yopib qo'yasizlar, yana chiqaraverasizlar kerak bo'lsa. Shundan olaverasiz zamoqni ochib. Xo'p, biz az sitkasini ochtiramiz. Endi buni boshqa sitka qo'yiladi. Ha, bu endi boshqa sitka qo'yiladi. Qoch. Shuni o'zi bilan chiqarib olsak ham bo'ladi. Shuni o'zi bilan chiqaramiz bo'lmasa. Lekin sitka mana mo'ljallangan bunga. Mana bu sitka sal katta sitkasi mo'ljallangan. Bu bilan hashaklik makay, sutaq makayning poyasi, jontoq miya tikkan chiqarib olsa bo'ladi. Biz lekin buyda kelib chiqarayotgan bilan chiqarib ko'rsatamiz hozir. Ha, mana shunga. Shuni tushirishimiz kerak. Do'stlar, mana hashaklik makkayi. Hop, bumi? Buni Makka sultoni doni bor-ku. Ha, uni jim qiladi. Sutilmagani bo'lsa, jormaqi molga chiqarib beradi. Bu bug'doyda kiba qiladi. Bu jonta fansa. Xo'p, ana endi hoji bobo ko'ramiz buni. Bir ko'ringan nima bo'ladi? Bir baho beringqan. Mana do'stlar, umoq qilib mana. Cho'p natijani esa qolmadi, to'g'rimi? Mana buyidagi bilan oralashtirdi, ko'p mana cho'tka bo'ldi. Mana kimga kerak bo'lsa mojga chiqaverasizlar. Xo'p, do'stlar, bir narsani aytib qo'yayin. Bu sitkasi yonboshdan tushadi. Sitka yonboshdan tushadi buniki. Mana buyidagi saman kelib chiqarayotgan sitkasi bilan biz Sultonlik Makkaning poyasini chiqarib qatta narsani. Asli buni bilan chiqarishga Sultonlik Makkaning poyasini biz mayda bilan chiqarib, mayda o'z chiqsin deb. Xo'p, hozir mana bug'doyda sitkasini qo'yib ko'ramiz va bug'doyda kiba qilib olamiz. O'zingiz baho berasizlar. Qanundan yonboshdan qo'yiladi bu. Bu tomondan qo'yiladi mana.
Qo'yilishi ham oppoq oson. Buni ko'ryapsizmi? Mana. Tamom, mana. Yonboshdan qo'yasizlar setkani. Kerak. Don mahsulotlari uchun buni bu narsamiz обязательно qo'yilishi kerak buni. Don mahsulotlari uchun. Mana og'zini shuni ochasizlar, tushibra bug'doy. Yo'q bo'lsa yopiladi. Tegirmanskada salgan ochasiz, bug'doy tushibra. 10 xoltani kiygizib qo'ydik. 10 xoltani kiygizib qo'ydik. Do'stlar, mana bunday solib bilan yaqin olsin. Mana bug'doyni kiva qilyapmiz. Bug'doyni o'zasiz ko'rasiz. Bozordan chiqaribdilar. Ko'rganlarda oppoq bo'lib qoldi, unday bo'lib, buni kiva qilib chiqarib berdi. Mana yaqin olibdi. Mana 100% bozorga kiva qilib chiqarib berdi mana. Bemalol rizqqa chiqaverasiz. To'g'rimi tog'a? Mana molga kiva. Nima deymiz? Kimga kerak bo'lsa telefon qilasizlar, bolalarsiz, sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Buni bugun biz Parsiz mahallasiga olib kelib, telefon nomeri 902 12 42 42 telefon nomeriga telefon qilasizlar, bolalarsiz. Sog' bo'lingizlar.